Shirkdan saqlan. Degin ya Alloh. Doim aytib zikr qil astag'firulloh. Alloh tavba qilganga beradi panoh. Oxiratda Allohimni ko'rmoqchi bo'lsang, namoz o'qishlikni mashaqqat dema. Bu hayot misoli dengizda kema. Halol yasha, harom luqmani yema. Qiyomatda jannati bo'lmoqchi bo'lsang, yetim boshini silagin, qilgin e'tibor. Ko'ngling oppoq saqlagin, bo'lmasin g'ubor. Mo'min bo'lib yashagin, bunda hikmat bor. Rasulimiz ummati bo'lmoqchi bo'lsang, yaxshilik qil hammaga qo'ldan kelgancha. Shukurda bo'l, zikrda bo'l o'zing bilgancha. Jannatlarda ajr bor sen uchun ancha. Abu Bakr Siddiqni ko'rmoqchi bo'lsang, mard inson bo'l, adolatni shioring bilgin. Shayton qo'rqib yashasin, buni his qilgin. Yaxshilikni har vaqtda insonlarga ilingin. Umar ibn Xattobni ko'rmoqchi bo'lsang, rohat bilan tinglagin azon aytilsa, Biloldek aytolmas bilsang hech kimsa. Qaytarib tur ichingda agar eshitilsa, jannatlarda Bilolni ko'rmoqchi bo'lsang.